Yunusobod 4-kvartirdan uy qidirganlar bormi? Zarafshon Golden Group tomonidan qurilgan mana shu binoyimizda 2 xonali kvartiramiz yaxshi narxda sotuvga qo'yilyapti. Men video davomida narxini ham aytib o'taman. Hozirgi kunda bu yerda arendator turgan ekan, oyiga $400 dan arenda to'lar ekan. Agar plyus bo'lsa, investitsiya qilib qo'ysangiz, do'mi yildan yilga narxi ham oshadi va oyiga $400 dan sizga kelib turadi. Kirishimiz bu yoqqa chiroyli shkaflar qilib qo'yishgan, oyoq kiyim va kiyimlar ilish uchun o'ng tarafda umumiy sanuzel keladi. Bu yoqda kattagina yo'lagimiz. Bu yoqda birinchi xonamiz, mehmonlar kutish mehmonxona. Bu yoq yuvinish xonasi, sanuzel va yuvinish xonasi alohida qilingan, razdelniy qilib bunga e'tibor berishgan. Bu yoq tarafimiz oshxonamiz bo'ladi. Barcha mebel texnikasi, gaz, kir moshina, xolodilnik hammasi qoladi. Bu yoqda bo'lsa yotoqxona. Buni oynasidan qarasangiz manzara shunaqa chiroyli ko'rinadi. Kvartiramiz 74 kvadrat metr bo'lyapti. Narxi $82,000 bo'lyapti. Yana kelishadigan joyi bor. Ko'rasizlar, parkovkalari katta keng. Bu yerda bolalar o'ynash uchun maydoncha ham bor. Yunusobod 4-kvartir. Bu yerda o'zi hamma biladi, infratuzilma zo'r joyda joylashgan. Narxini ham bildinglar. Qiziqqani uchun past degan raqam bo'ladi, telefon qo'yasizlar. Shunaqa zo'r videolarni, zo'r variantlarni o'tkazib olmaslik uchun kelgusida uy olmoqchi bo'lsangiz, meni kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Agar siz sotadigan uyingiz bo'lsa, bizga murojaat qiling, sotishda o'zimiz albatta yordam beramiz.